Namoz Alloh bilan bandani orasidagi buyuk bir aloqa. Me'roj haqida gap ketganda mo'min musulmonlar va qani edi bizda ham shunaqa voqea bo'lsa deb orzu qiladi. Ana o'shuning uchun aytiladiki, as-salatu me'rojul mu'minin deb. Namoz bu mo'minning me'roji. Tasavvur qilyapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom me'rojga chiqib qanaqa rohat ko'rganlar bo'lsa, biz bugun namozda turib shuni ko'rishimiz kerak. Shuning uchun ulamolar aytadi. Yodimizda tutaylik shu gapni. Namozxon ayniqsa xufton kech bo'ladi, charchaymiz. Birinchi xuftonda o'qib olaylik deb o'qib bo'lgandan keyin Xudoga shukr o'qib oldik, maza qildik deymiz. Bu yaxshi, gunoh emas. Lekin namozxon namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyatib maza qilsin deydi. Namoz o'qiyotganda rohatlansin. O'qib bo'lgandan keyin mas'uliyatdan qutulganligi uchunki rohat u rohat alohida. Undagi rohatimiz qarzdan qutuldik, vazifamizni bajardik. Lekin namoz ichida turib rohatlanish kerak azizlar. Shunday o'qish kerakki, namozni payg'ambarimiz alayhissalomga me'rojga chiqqanlarda farz bo'lgan ibodatni bajarayotganini his qilib, men go'yoki Allohning qabulida turibman degan rohat bilan namoz o'qish kerak. Alloh Qur'onda ajib bir oyat keltiradi. Estaizu billah. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Qarang. Alloh taolo namoz o'qishga buyurib aytayaptiki, namoz o'qing, namoz sizlarni fahsh va yomon ishlardan to'xtatadi. Namoz sizlarni fahsh va munkar ishlardan to'xtatadi deyapti. Qaytaradi, nahiy qiladi. Endi savol beriladi. Namozxon bo'lib turib gunoh qilayotgan, namozxon bo'lib turib birovning haqqiga xiyonat qilayotgan, namozxon bo'lib turib o'g'rilik qilayotgan, namozxon bo'lib turib kechirasizlar, Alloh bizni kechirsin, hatto bor bu ham zino qilayotgan, namozxon bo'lib turib qilayotganlar bor-ku. Qur'onda Alloh taolo namoz o'qing, namoz sizni fahshdan, munkardan qaytaradi deyapti-yu deganimizda namozni aybi emas. U hali namoz o'qimayapti. Agar peshonasini sajdaga qo'yib subhana robbiyal a'la deb buyuk Allohni poklab Robbim Alloh deb turgan banda bu gunohlarni qilmaydi, chunki namozi unga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun agar mabodo namoz o'qiyapmiz lekin shu namozimiz bizni munkar ishlardan, gunohlardan to'xtatmayotgan bo'lsa, biz namozimizga e'tiborni qarataylik azizlar. Biz namozni o'sha talab qilgan darajadagi xushu, huzusini chiqara olmayapmiz-da. Biz uni harakatini chiqaryapmiz xolos. Sajda qilyapmiz, ruku qilyapmiz, lekin o'shining ichidagi ma'naviy ruhiyatini chiqara olmayapmiz. Namozni muhabbat, shunday sadoqat bilan o'qishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kabi. Biz namozni agar shunaqa o'qisak, namoz o'zi bizni to'xtatib qo'yadi hamma gunohlardan. Hamma gunohlardan, chunki bu va'dani payg'ambarimiz alayhisalom yoki bizga o'xshagan ahli ilm aytmayapti-da, buni Alloh aytayapti-da. Alloh aytayapti-da, namoz o'qi deyapti. Namoz seni hamma fahsh ishdan, hamma gunoh ishdan to'xtatadi. To'xtamayotgan bo'lsa, demak bu namozni aybi emas, namozxonni ayb. U haqiqiy namozxon bo'la olmayapti.